Giyohvandlik. Bu faqat bir insonning emas, butun jamiyatning fojiasi. Bu illat bir shaxsni emas, oila, kelajak avlod, hatto butun millatni vayron qiladi. Giyohvandlik halokat. Giyohvandlik jinoyat. Giyohvandlik o'lim. Giyohvand moddalar nafaqat inson ongini, balki uning taqdirini, hayotini va kelajagini yo'q qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida bu illatga qarshi qattiq jazo belgilangan. 251 prim modda. Giyohvandlik vositalari, ularni analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni targ'ib qilish, tayyorlash, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish yoki bunday moddalarga oid zaharli moddalarning qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jinoyatga jazo muqarrar. Ogoh bo'ling, hayotingizni himoya qiling. O'z kelajagingiz uchun to'g'ri tanlov qiling. Ogoh bo'ling.